Diqqat qilib qaraysizlar, S24 Ultra Edge ekran olganlar. Mana bu ichidagilar bor-ku, mana bular. Valnalar. Mana shu oyna almashganligini bildiradi. Yaxshilab qarasanglar, ekranni o'chirib, защитный plyonka qilib berdik, yo'qday turadi. Bu ukamiz 600 ga oldim deb xursand bo'lib olib keldi bizga. Sizlarda qimmat ekan deb. Buni oказывается mana oynasi almashgan ekan. Bizada assortimentda ochilmagan holati, ideal holatda S24 Ultra olib kelib qo'yganmiz mana. Ikkita qora bor, ikkita natural bor. S25 Ultra'ning ham 30 kun ishlatilgani bor. Holati ideal bo'ladi, korobkasi bor. Ikkita sim karta tushadigan. 710 dollarligini 680 qilib beraman. Xo'p, 750 dollarligini 730 qilib beraman. Holat haqiqatan ideal. 780ligini 750 qilib beraman. Mana bu S25 Ultra'mizni 12256 talik 30 kun ishlatilgan apparatni 890 dollar qilib beraman. Shuningdek S23larimiz bor. S25 o'zi bor, holati ideal holatda. Ixcham telefon xolaganlar uchun. Keyin Xiaomi 15 12 ga S12 620 dollar edi. Xo'p, 600 dollar qilib beraman buni. Hammalar kutamiz. Endi o'rtaloq telefon zubi.